Yo'lda chiqqandan keyin Siz chiqasiz. Siz oldin Marjon aka. Havazoqi. Bitim qo'lida olib. Salom. Assalomu alaykum. Alruh. Kamchilik. Hozir. Aka bir daqiqa. Buni to'xtatib turing. Ya qo'lingizga olib turing men gap. Marjon akam chiqadilar hozir. Marjon akaning chiqasiz. Keyin Hozir aka gapga qo'shasizmi? gaplashib olaylik. Buning uchun millat deganim yo'q. Просто ne kela to'rlaydi. To'rlaymi do'st. Soch beraylik yo'l. Chiqib ketasiz. Chiqib ketasiz. Aka, men aka bir Havazoqi. Maslahat kerak-da menga. nima maslahat? Maslahat bering. Nima maslahat? Kutlaylik. Odam ichish kerakmi, ichmaslik kerak? Siz nima o'ylaysiz? O'zingiz shiorlaringlar bormi sizlarni? Ertalabda bir dona o'rtog'im bilan eshitgan. Shunaqa narsa bor. Qoq obedda tushlikda 4 kishi ich. Tulpatlar bilan. Kechqurun jufting bilan ich. Yotar xolinga oppo o'zing. Hali. Qiziqchagan bu odam. Uygun bor ismi. Qiziqchiman. Mana xalq ichidan chiqqan odam. Nodir. Kamchilik. Men chaqirib keldi o'rtog'im. Kim? O'rtog'im. Baqiga. Assalomu alaykum. Salom. Sizlar? Qalaysizlar? Odam. Qalaysizlar? Sizlar? Emas. To'ylarda ko'rganman bor. Yo'q. O'rtoq boraman-ku. Yangi ishim oldim. Qo'qonda ko'rganman shu o'rtaga shu. Nega? Ishtirsam beraymi? Yo'q, hammasi yaxshi. Gap yo'q. O'zingizga ishlatasiz. Xudo xolasa, zaldaman men. Qayerda zal? Zalda shug'ullanyapman. Qaysi zalda? O'zimiz zaldaman. Ko'ksaroy. Tosh ko'taraman o'zim. Toshkentda 10 yil bo'ldi, 12 kiloga tushdim. Ha, jigargacha og'irlik qilib 12 kiloga o'tdim. necha kiloda qo'shildingiz? 47 dan. 47 kiloni shu tosh ko'targanimda yelka bilan urardi. 11 metr, 9 metr uchib ketadi. Keyin yoshim o'tgan sari Yelka og'rimaganmi? kim? Yelka og'rimagan urganingizda. O'tim bor ekan. O'tingiz? Olib keting, oshqib bering. Oshqib bering. So'raychi. Shu odamni ko'rganman aka. So'raychi kimdir kelganligi. Yana kimdir kelganmi siz bilan? Ha, kelgan. Kim bor? Kim? Tog'a. Tog'a kelgan.